Bu O'sh shahridan oqib o'tadigan Uvam kanali. Ilgari bu hududda noqonuniy inshootlar bo'lgan va kanalni tozalash uchun texnikalar kira olmagan. O'shdagi buzish ishlari natijasida kanallarning qirg'oqlari 6 metr yoki undan ko'proqqa kengaytirildi. Natijada kanallar tozalanmoqda. Hozirda uskunalar bemalol kirishi mumkin. Ular ilgari umuman tozalanmaganligi sababli suv o'tkazuvchanligi ham sezilarli darajada yomonlashgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kanallarni tozalash O'shdagi sellarning oldini olishga va sug'orish tizimlarini yaxshilashga yordam beradi. O'sh shahrining asosiy tomiri hisoblangan Oqbura daryosidan tarmoqlanib chiqadigan 15 ta kanal shahar orqali oqib o'tib, O'shni suv bilan ta'minlaydi. Ammo hozirgacha shaharda aniq nechta kanal borligi noma'lum edi. Buning sababi ko'p yillar davomida kanallarning qirg'oqlari to'sib qo'yilib, ba'zi joylarda ustiga og'ir inshootlar qurilgan. Bu esa kanallarning mavjudligini aniqlashni deyarli imkonsiz qilgan. Oqburaning tozaligi yaxshi bo'lsa, elning densoqligi yaxshi bo'ladi. Shundaylar gap. Girganga ustunlarni beri to'sib olganda, fundament betonlarni qo'yib, chayxona, zamin masla, barini solib olgan, ariq ko'rmay qolganda, daryo ko'rmay qolganda murda. Shaharda noqonuniy qurilishlarni surish ishlari o'z samarasini bera boshladi. Ko'rib turganimizdek, yillar davomida tozalanmagan kanallar O'sh va Qorasuv tuman suv xo'jaligi boshqarmalari tasarrufida bo'lib, hozirda 5 oylik ish rejasi asosida tozalanmoqda. 15 ta kanalning umumiy uzunligi 155 kilometrni tashkil etadi. Ulardan 107 metri O'sh shahri hududiga tegishli. Bu kanallar nafaqat shaharni, balki Qorasuv va Aravon tumanlari dalalarini ham sug'orish suv bilan ta'minlaydi. Sinosdan keyingi qolgan qoldiqlarni, qurilishlardan qolgan qoldiqlarni tozalab, ondan ariqdan jeyeklerin pishiqtab, nima qilib o'tamiz, tozalab o'tamiz. Ekskavator bilan mexanikalik frontovoy pog'irchiqlar bilan yuk tashuvchi mashinalar bilan musullarni aqirchilarni olib chiqib tashib o'tamiz. Bugungi kunda 5 ta kanalda ishlar olib borilmoqda. Ishxona tomonidan 4 ta ekskavator, 2 ta frontal yuklagich, 4 ta yuk mashinasi va 3 ta maxsus avtokrani ishga tushirilgan. Bundan tashqari uchastkalarda 3 ta xususiy ekskavator va 3 ta yuk mashinasi ham ishlayotgani xabar qilindi. Moliyalashtirish manbai aniqlangan. Ayыл chorvasi jana xayriya ishlari o'nlar joy ministrligidan, suv resurslar xizmatidan ushul belgilangan жұмыстарға smetalarni bekitdik. Ақша қаражаты ажыратылған болды, ажыратылып атат. Су чарба құрылыстарын оңдоо түзөө иштери ошондой эле сынос учурунда баягы курулуш материалдарынын калдыктары каналга чыгып калган. Ошолордон арылтуу жумуштарын жүргүзүп атабыз. Kanal bo'yidagi turli inshootlar bilan bir qatorda qurilishga to'sqinlik qilayotgan daraxtlar ham olib tashlanmoqda. Eksploatatsiya кылганга тоскоол жаратат. Экинчиден каналдын тамырлары, дүмүрлөрү чоңоюп кетип, бетондорду жарып атат. Анан сезон убагында кулап түшсө, каналга тосулуп калып, суу ташкынын пайда кылышы мүмкүн, коркунуч бар. Ошон үчүн канал жээгиндеги дарактарды болушунча тазалап кетип атабыз. Жергиликтүү бийлик дагы жардам берип атат, жашоочулар дагы жардам берип атат, Зеленстрой жардам берип атат. Калгандарын биздин техниканын күчү менен жыгытып, дүмүрлөрүн тазалап кетип атабыз. Suylönüp de bu. Kanallarni tozalash ishlari tugallanganidan so'ng, kelgusi yilda suv taqsimlash joylarini betonlash va suv o'lchash stansiyalarini ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. O'shda Oqbura kanalining himoya zonasi 50 metr, kichik kanallarning qirg'oqlari esa 5-10 metr qilib belgilangan. Hozirda ishlar to'liq yakunlanmadi. Umida Mirzabayeva, Aslbek Tag'aybek, Ulaybek Usun, O'sh.